Raqamli kommunikatsiya vositalarining kengayishi va internetning jamiyat hayotiga chuqur kirib borishi natijasida ijtimoiy etosfera, ya'ni jamiyatning axloqiy tamoyillari, xulqiy mezonlari va qadriyatlar tizimi yangi bosqichda qayta shakllanmoqda. Raqamli makonda axborotning tezkor almashinuvi, virtual muloqotning kengayishi va sun'iy intellektning kommunikatsiyaga qo'shilishi qadriyatlarning shakllanish jarayonini tezlashtirmoqda. Shu sababli ijtimoiy etosferaning raqamli kommunikatsiya vositalari orqali qayta ishlab chiqilishi zamonaviy falsafiy va sotsiologik tadqiqotlarning markaz mavzularidan biridir. Ijtimoiy etosfera jamiyatning birgalikdagi xulq modeli, axloqiy qarashlari, ko'p avlodlar davomida shakllangan axloqiy tajribasini aks ettiradi. Raqamli kommunikatsiya vositalari ushbu jarayonni bir nechta yo'nalishda o'zgartirmoqda. Birinchidan, axloqiy me'yorlarning tez almashishi. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda trend bo'lgan xatti-harakatlar jamiyatda yangi xulq mezonlari sifatida qabul qilinishi mumkin. Virtual hamjamiyatlarning yangi qadriyatlar yaratishi, onlayn gaming guruhlari, blogerlar jamoalari va raqamli forumlar o'z axloqiy qoidalariga ega bo'lib, ular jamiyat ongiga ham ta'sir o'tkazadi. Uchinchidan, shaxsiy identitetning raqamli ta'sir ostida shakllanishi. Masalan, yoshlar o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi obrazlar orqali ifodalab, real hayotdagi identitetni ham shu standartlarga moslashtira boshlaydi. Raqamli kommunikatsiya vositalarining asosiy ta'sir mexanizmlari algoritmik boshqaruv, masalan, platformalar YouTube, TikTok, Instagram algoritmlari foydalanuvchi qiziqishiga mos kontentni taklif qiladi. Bu esa ma'lum qadriyatlarni tez ommalashtiradi, jamoaviy xotira va ongni algoritmlar orqali boshqaradigan holga keltiradi. Misol uchun, TikTokda tarqalgan qisqa videolar yoshlar orasida ijtimoiy xulq me'yorlarini tez o'zgartirib yuborishi mumkin. Raqamli kommunikatsiya vositalari ijtimoiy etosferaning shakllanish jarayonini tubdan o'zgartirmoqda. Yangi qadriyatlar, yangi xulq normalari va yangi ijtimoiy muloqot shakllari paydo bo'lmoqda. Bu jarayon o'zida keng imkoniyatlar bilan birga jiddiy axloqiy va ijtimoiy xavflarni ham mujassamlashtiradi. Shuning uchun jamiyatning asosiy vazifasi raqamli kommunikatsiya vositalaridan ongli foydalanish, raqamli etikani rivojlantirish va milliy etosni yangi sharoitda mustahkamlashtirish. Shundagina ijtimoiy etosfera raqamli muhitda barqaror va sog'lom shakllanishi mumkin bo'ladi.